Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Bugun biz Minecraftda yangi yilni quramiz. Archasini kadr ortida qurib oldim. Nimaga men video o'tayotgan sababi aytaymi, Jamshidning mazasi yo'q. U hozir muammolarga keyin nimaga bunchalik ketdi? Mayli, bizlarga umuman farqi yo'q. Keyin esa bizlar bugun Jamshid o'rniga Minecraftda o'ynab turamiz. Xo'sh, bunday qilamiz. Xo'sh, mana shunday kattakon archa qilib oldik. Mana yulduzchasini qarangizlar, yulduzcha bor-ku, archasi ham katta. Uchi qandaydir bir yuqa, keyin katta nima yulduzcha qo'yilgan. Yaxshi bo'laveradi bizlar uchun. Keyin bu atrofga hamma joyni qor qilish kerak. Yaxshimki menda zo'r usul bor. Qorbo'ylardan foydalanamiz. Ular juda ham ko'p qo'yib tashlaymiz. Keyin hamma tomon qor bo'ladi. Undan keyin oxirida qanchalik alamli eshitilmasa, ular baribir o'ldirishga majburmiz. Minecraft xotmasligi uchun. Xo'sh, shuncha qorbo'ylar yetsa kerak. Qorni qo'y hammang. Bor qorlar tarqatib yur. Ana bittasi o'sha tarqatib yurdi. Kim ko'proq qor tarqatsa, o'shanga o'ldirmayman. Kim ko'p qor tarqatsa, mana shu hozir ko'p qilyapti bu. Ey, bo'laversin. Nimaga tosh chiqmayapti? Tosh chiqadi-ku. Futbolni tovushini eshityapsizlarmi sizlar ham do'stlar? Futbol ko'ryapti-da. O'zbekiston bilan Arabiston o'ynayapti. Takroriy efir. Bitta urushyapti. Yo'qol zombi. Difuksiyonni unday qilmasa bo'lmaydi. Buncha qorbo'ylar unchalikka ko'proq qilmasi kerak deb o'ylayapman-da. Ya'ni ko'proq qilaveramiz. Keyin oxiri ular qanday o'ldiraman? Men qilishni o'zim bilaman. Jamshidga aytaman. Men senga telefoningga YouTubedan video olyapman. Olgan edim. Endi mana shu hamma qorbo'ylarni o'ldirib chiqarasan deyman. Nimaga ular hammasi qo'yding deydi-ku. Bu seni aybing uchun shunday bo'ldi deyman. Xo'sh. Do'stlar, nimaga Jamshid hozir umuman YouTube'da videolar chiqarmay qolgan deb aytmoqchiman. Oxirgi chiqargan videosiga 1 oy bo'lyapti. Chunki u nima telefonni bir marta zaryadga qo'ymoqda, u bilan shunday qolib ketaverdi zaryad olmasdan. Kecha men o'zim telefonni bir bola qilib zaryadga qo'ydim. O'sha temir blok ekan, men qor bloki deb o'ylabman. Afsus, bu Minecraftda qor chaqirib bo'lmaydi. Xo'sh. Do'stlar, men o'zimning kanalimga aytganmanmi, yo'qmi bilmayman. Bu telefondagi kanalga aytganmanmi? Ya'ni Jamshid kanalgami? Men yangi yil kelganda nima jonli efir chiqaramiz deganmiz. Bugun nechisi 20 bo'lsa 11 kun qoldi jonli efirga do'stlar. Albatta kuzatib boringizlar. Xo'sh, bular qor qilaversin. Bu qorlar erib ketyaptimi nimaga? Menimcha bu qorbo'ylar mana shu atroflarda juda ham ko'p yurg'asish kerak. Demak, o'ldirmasam men bularga. Bu nima qilyapti bu? Yo'lakcha quryaptimi? U ba'zida ancha uzoqlashib ketgan. Tepaga uchadigan bitta kamon bor bo'ldi. Salyut degan narsa qo'shilmagan bu versiyaga. Do'stlar, nimaga biz eski versiyani o'ynashimiz sababi, chunki bizlar eski versiyalarni yoqtiramiz. Yangi versiyalar umuman bo'lmaydi. Bilmayman qaysimi kunmi men. Oyim telefonda katta versiya bor. Oldinlari qarsangizlar qanday kamon. Mana kamon uchi bor-ku, to'g'risida ekan.
O'sha joyga otilsa balki bunday bosib turibman, mana bosib turgan joyimga otilib ketyapti energiya. Yomon bir g'alatiday o'ynalyapti-da. Qanday boshqacha bu. Keyin shunday bo'lib ko'pincha xatoliklar qildim, shalkirlarni o'ldirishda. Sizlar bilmaysizlar qancha xato qildim. Siz buni videosi yo'q, videoga ham olmaganman. Ush. Bu yerdagi nimalar? Nima bular? Ko'ringizmi, qo'li erib ketyapti. Nimaga? Darhol bo'rilarni yasaymiz. Bular juda ko'p qor qilish kerak, lekin nima bunchalik ko'p erib ketyapti qorlar? Xo'sh, yana ham bilmadim men. Do'stlar, iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardim. Mana Jamshid kanaliga ham obuna bo'lib qo'yingizlar. U hali yangi zo'r videolarni chiqaradi. U o'zi balki montaj qilishni o'rganib bo'ldi. Просто unga hoy kelmayapti, qanday video olishni bilmasdan. Men o'zim telefonimda ham necha kunlardirmi video chiqarmayapman, bilaman. Chunki men bitta video 3 kundan beri montaj qilaman. CapCut'da tortuvdan umuman tushunmayapman qanaqa videoni saqlashni. Rekorder resmingga umuman bo'ysunmayapti. Umuman hech qanday edit qilaman desam, ya'ni montaj qilaman desam, umuman hech qanaqa videolarni ham montaj qilib bo'lmayapti. Hech nima qilib bo'lmayapti, do'stlar. Bular qanchalik katta qo'rqib tashashdi. Do'stlar, bu yerda shu archon oldida juda ham ko'p qor tezlikda yo'q bo'lib ketyapti. Men o'ylashimcha mana shular qilyapti. Mana shu chiroq, ya'ni nima bir o'shalar qilib beryapti. Xo'sh. Uzr do'stlar, so'kinib olganim uchun. Shu qo'shiqni eshitib o'tirganidan. Mana shularga shunday qilib turay. Shpanat ekin achamiz. Bir narsa qildik, bachamiz yonib ketdi, achamiz. Bitta narsa bo'lib ketdik, ham bachamiz. Unga borsa Qorbobo sovg'alari bor bobo. Endi qo'rqisi keladi, bitta konfet beradi. Qorboboni kutamiz. She'rlar yozamiz. Agar Qorbobo sovg'a bermasa, qor qizini olib ketib qolamiz. Lekin aslida bunaqa emas. YouTube'da ko'rgan bo'lsangizlar, unaqa emas. Nima? Bu archon oldida tursa ham qorlar tezlikda yurib ketyaptimi? Qorbobolar, ya'ni qorbolalarni ko'paytirish kerak. Qorbolarning ham tuxumi yo'q, spam tuxumi. Agar shunday bo'lganda borki, yaxshi bo'lardi. Har bittasini shunday qo'yib chiqish kerak. Qarasangiz, qanchalik katta qilib tashlashdi. Lekin bular hammasi erib ketadi. Bunaqa ko'chasan erib ketyapti. Mana. Bu archon qorli sonida qurish kerak edi. Bizda hali yomg'ir yog'yotibdi. Ko'ryapsizmi yomg'irni? Uyimizga e'tibor bermaysizlar, havo qurilyapti. Yomg'ir yog'yapti. Hadi ber. Salom ber. Salom do'stlar. Men hozir masalan shuncha videolarni o'tgan jo'q meni olib turibdi. Do'stlar xafa bo'lmanglar. Yana bu telefon zaryadga qo'ymagan. O'zim aytdim, men
video orasida aytganim do'stlar. Telefon nimaligini. She'za sen ham gapir, salomlash. Siytib qoldi. Vardı. 2000 lira açık okudaki. Ya, normalim. Do'stlar, mana eshityapsizlarmi? Mana 3000 yuqoridagi 4000 berib yuboribdi. İşte yedik. İyi. Bunisi endi oshib tushdi. She'za sen salomlash, qo'rqma. Bu mening YouTube kanalim emas, Jamshidniki. Meni nima qilagan? Salomla. Men o'yna. Meni nima o'ynayman? Qara sen kasal bo'lsang mendami? Qara, qor bolalar hamma tomonni qor qilish kerak. Sen esa Artijan. archa deb aytishdi. Archa yaproqlaring nemachaga. Bilan degan archamiz hech qildik barchamiz. Shapat deysan jamoashda, men uni aytdim-ku. Men faqat uni haqoratlashsiz aytdim. Bilan degan archamiz. Bir narsa qildik barchamiz. Yonib ketdi archamiz, bir narsa bo'ldik barchamiz. Uyga kelsa qor bobo, sog'alari bor. Endi qor qiz keladi, bitta konfet beradi. Qor boboni kutamiz, yangi she'rlar kutamiz. Qor bobo agar sovg'a bermasa, qor qizini okit qilamiz. Shunday bo'ladi. Ey, Uyga kelsa qor bobo, sog'alari bor bobo, qor qiz keladi, bitta beradi. Dun. Aytishmaysan, aytyapsan. Qarshi videoni to'xtatib qo'y. Videoni to'xtatib qo'ygan. Nimaga? Eski hozir, jam to'g'risini aytaymi, hozir juda ham ko'p qo'y, qorlar vobshe yurib ketyapti. Mana qor bolalarning bittasi ham tuzuqlanmayapti. Ichini to'ldirmaysanmi? Yaqib kelay. Shuni kim ko'radi? Nechta o'rnatdi? 8. Men yaqinlashdim. Albatta, 2 oy bo'lyapti ochganiga. Siznikichi? Meniki 11da. Meniki 0ta. Qalbamiz qora peshonasiz japchala. Hassasi qiyshiqmish. To'g'ri. Bum. Ular o'lmaydi yiqilishdan. Mana. Chekka machasiga ham qo'ysa bo'ladi. Chekkasiga qo'yib bo'lmaydi. Men necha marta qilganman. Mana. Menda o'xshaydi. Oksang. Senki katta bersa, bizniki mayda. To'g'rimi, jam? Qalbamiz. Ochamiz. Hech qildik barchamiz. Sen tushunmashasiz, qilishni yo'qmi? За хужик похуй нахуй ой. Ey, zamonay. Uyalmaysanmi? Zamonay. Iyi bilet. O'z video yamini men o'zim o'ynab bo'ldim. Dun. Meni katta bersa bu. Chekka machasiga qo'ysa bo'ladimi? Ko'rmagansiz-da. Men Meniki ekanlarnikidan ham katta bersa.